Kelajakda faqir bo'lib ketishligi mumkin bo'lgan odamning 15 ta belgisi. Erta turishni yoqtirmaydi. Imkon tug'ildi deguncha dam olishni yaxshi ko'radi. Intiluvchan odamlarni pul uchun jonini ham beradi bu deb hisoblaydi. Har kungi mashg'uloti bir xil. Oshxona, televizor, internet, yotoq va hojatxona. Ishsiz ishga joylashsa maoshi oz deb noliydi. Boy odamdek hayot suradi-yu, ammo harakat qilmaydi. Doim birovga suyanib yashaydi. Internetda ko'p vaqtini sarf qiladi. Jonini qiynagisi kelmaydi. Bir ish qilsa qovun tushiradigan odati bo'ladi. Yaxshi ko'rgan so'zi o'sha kun kelaversin-chi deydi. Pulni tejashni bilmaydi. Pul bo'ldi deguncha tezroq ishlatib yuborish payiga tushadi. Qarz olishni yaxshi ko'radi. Aql o'rgatishga usta bo'ladi. Eng muhimi, ko'p yolg'on gapiradi. Agar sizlardan biringizni g'am, qayg'u, qarz yoki yalqovlik bosadigan bo'lsa, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'rgatgan duolarni yodlab oling. Abu Said roziyallohu anhu ning oldiga bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam masjidga kirgan edilar. Birdan ansonlardan Abu Umoma deb ataladigan kishini ko'rib qoldilar. Shunda u zot: "Ey Abu Umoma, masjidda namoz vaqtidan boshqa vaqtda o'tirganingni ko'rmayapmanmi?" dedilar. "Meni g'amlar va qarzlar bosdi, ey Allohning rasuli" dedi. "Agar senga Alloh g'amlaringni ketkazadigan va qarzlaringni uzatadigan kalimalar o'rgatib qo'ysam, kelarmiding?" dedilar. "Ha, Allohning rasuli" dedi. "Tong ottirsang va kech kirtirsang, Allohumma inni a'uzu bika minal hammi wal hadani va a'uzu bika minal ajzi wal kasali va a'uzu bika minal jubni wal buhli va a'uzu bika min g'alabatid dayni va qahrir rijal" degin dedilar. O'shanda qilgan edim. Alloh g'amlarimni ketkizdi va qarzlarimni uzdi.